Qizim baxtli bo'lgin, borgan xonadoningda toshday qotgin. Mana xotin to'yini o'tkazib oldik, xursandmisan? Hali tugagani yo'q. Nima tugamaydi? Endi boshlandi. Nima boshlanadi? Kuyovnikiga 40 kun ovqat tashir ekanmiz hali. 40 kun kim aytdi? Ha, ular urf odati shunaqa ekan. Urf odatingga o'tsin, og'zingga shamol. 20 kundan bir xudonikiga ovqat tashlaymiz. O'zimni qara, non bilan choy ichib o'tiribman. Dada, kecha jo'natgan jazimiz Xudo boboni davleniyasini chiqarib yuboribdi. Bugun lag'mon zakaz qilishyapti. Nima? Lag'mon? Mayli-da, qizimni baxti uchun mayli. Yo'qchi ovozingni. Dadasi, Nima deysan? ota ko'rdiga borib kelishimiz kerak edi. Nimasi edi u? U shunaqa urf odati bu. Ketaymi? Sen qizing meni ko'rmaganmi? Bo'pti, borib kelamiz. Mana spiskasi. Shu spiskanga o'ynab qo'yaysani Xudo bo'lgan. Kechir jonim, 15 yil sen bilan nimalarni boshimizdan o'tkazmadik, lekin shunga majburman-da. Sendan ko'ra menga qizim afzal. Bu kuyovingizni shaqasi ja karnay chiqib qoldi-ku. Nima deydi? Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida Tog'a jiyan degan kafe bor ekan. O'sha yerdan 5 barmoq yeyman deb turib oldi. Yangiyo'ldan? Yo'qchi ovozingni. Tog'a jiyan 5 barmoq. Aytgan joyi shumi? Ha, shu, yuring. Besh barmog'iga 5 ketdim. Menga o'g'lim, boshqa ovqatlar ham bor ekanmi? Bor ekan dada. Bu yerda nafaqat 5 barmoq, balki shashlik, baliq, har kuni soat 11 dan zig'ir yog'iga osh bo'lar ekan. 11 dan 2 gacha 37 ming, 2 dan keyin 30 ming ekan dada. Menga qara. Bu pismiq piyoq qayerda nima yeyishni biladi? Assalomu alaykum akajon. Kuyov bola charchamayapsizlarmi? Singlim yaxshimi? Rahmat. Dadam tayinlab bordilar. Ertaga kechki soat 8 da kuyov chaqirdiga o'tasizlar. Biz bora olmaymiz akajon. Nimaga? Biz chilladamiz-ku. Yoqdan kechqurun qaytayotganimizda jinslar yopishib, singlingiz bilan ajrashib ketmaylik. Chilla. Biz bora olmaymiz. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom shashfarkiyo. Menga qara so'taman, mana aybim 20 yil qiz o'stirib senga berganimmi? Oxir gapimni eshit. Ana 40 kun ovqat tashiydigan urf odatingga ham, kuyov chaqirdingga ham, kelin chaqirdingga ham, ota ko'rdingga ham, stadioningga ham, o'sha stadionning direktoriga ham o'ynab qo'ydim. Menga qaranglar, qiz uzatgan otalarga oson tutmanglar. Bunaqangi urf odatlardan voz kechinglar.